Bu hech qanaqa viziv yo challenge emas, usta akamizni videosiga ответ. Svarchik nomer 1. Sal shoshib qo'yibsiz. Elektrosvarka o'tmishga qoldi deb. Darvozachilar ham polavtomatga o'tib ketyapti debsiz. Darvozachilar ham polavtomatga o'tib ketgani yo'q. Darvozani maksimalni 30% dan 60% gacha bo'lgan joyiga polavtomat ishlatish mumkin fasoniga qarab. Undan ko'p joyiga polavtomat ishlatganlarda men tajribamdan kelib chiqib, ishini sifatli deb hisoblamayman. Mana bu ishlarni polavtomatiz ham, argoniz ham qila olmaydi. Aka, ishlaringizni ko'rib chiqdim, yaxshigina usta ekansiz, lekin berayotgan ma'lumotingizni juda ehtiyotli bilan va sinchkovlik bilan berishingiz shart. Nimaga desangiz, sizni ham boshlang'ich ustalar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Meni ham kelinglar, hissiyotga berilib emas, o'zimni 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni elektrosvarka yomon, kuchi yetmaydi, yo polavtomat kuchi yetmaydi, yo argonni kuchi yetmaydi degan narsa noto'g'ri. Har bitta svarkani o'z yo'nalishi bor. Siz xohlaganingizcha svarkani aybdor qilishingiz mumkin, lekin eng muhim narsa bu yerda tokki to'g'ri nastroyka qilish va svarshikka professional bo'lishiga juda ham katta narsa bog'liq. Faqatgina meni fikrim emas, internetdagi ma'lumotlarni ham ko'rib chiqamiz. Internetda polavtomat svarkasi haqida aytilayotgan ma'lumotlar, ko'priklar, kemalar, zavoddagi katta metalokonstruksiyalar, fermalar, angarlar va katta ko'priklar polavtomatda svarka qilinadi. O'shaning uchun kichkinagina navesi ko'rsatib, buni argon qila olmaydi yoki polavtomat qila olmaydi deyish mutlaqo noto'g'ri. Endi esa argon haqida gapiraman. Men argonni juda ham yaxshi tushunganim uchun. Argon yuqori sifat va yuqori aniqlik kerakli joyda ishlatiladi. Argonning svarka elektrosvarka va polavtomatdan qimmatroq bo'lgani uchun va bu argonning svarka faqatgina sinchkovlik kerakli joyda ishlatilgani uchun argon bunaqa oddiy metalokonstruksiyalarga ishlatilmaydi. Lekin ishlatsa bo'ladi. Argon juda ham ko'p metallarni svarka qiladi. Shuning uchun o'zingizdan kelib chiqqan holda hech qachon gapirmang. Siz bilan meni boshlang'ich svarchiklar kuzatib kelyapti va ularga biz foydali ma'lumot berishimiz kerak. Men Instagramingizni yaxshi ko'zdan kechirib chiqdim. Noto'g'ri ma'lumotlar sizda ham bor. Odam borki, xato qiladi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Meni ma'lumotlarim va fikrlarimni to'g'ri qabul qildingiz degan umiddaman. Men o'zimni professionallik nuqtai nazarimdan kelib chiqqan holda gapirdim. Sizni ko'nglingizga tegish yo sizni kamsitish maqsadim yo'q edi. Hammaga omad. Foydali bo'lgan bo'lsa, ma'lumot foydali bo'ldi deb yozib ketinglar. Bu menga juda ham muhim.